Bugun ta'limga qaratilgan yuksak e'tibor sabab yoshlarimiz o'z salohiyatini xalqaro darajada namoyon etmoqda. Xususan, Navoiy shahridagi 4-umumta'lim maktabining 2-sinf o'quvchisi Muhammad Ali Yusupov ingliz tilidan B2 sertifikatini qo'lga kiritdi. Bu yosh jihatdan milliy sertifikatga erishish bo'yicha O'zbekistondagi eng yaxshi natijalardan biri bo'ldi. Joriy yilning 1-aprel holatida Navoiy viloyatida maktablarda tahsil olayotgan 109 nafar o'quvchilar barcha turdagi sertifikatlarni qo'lga kiritib, muddatdan oldin oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bundan tashqari hozir ayni vaqtda biz turgan Navoiy shahridagi 4-sonli maktabda ham rekord natija qayd etildi. Ya'ni 2-sinf o'quvchisi Muhammad Ali Yusupov ingliz tilidan B2 darajadagi sertifikatni qo'lga kiritdi. Muhammad Ali taxminan 3 yildan buyon ingliz tilini muntazam ravishda o'rganib keladi. Olib borilgan intensiv mashg'ulotlar uning bilimining yangi bosqichiga olib chiqdi. Muhammad Ali sertifikatni birinchi urinishdayoq qo'lga kiritgan. Men B2 sertifikatini olishga shunchaki mashg'ul bo'lishga emas, balki o'zim bilimimni sinab ko'rmoqchi edim. Chunki avval boshlaganimda men ingliz tilini uncha yaxshi bilmas edim. Va men hozir yana o'zim ustimda ishlab 4-sinfda IELTSdan yaxshi natijalarni qo'lga kiritmoqchiman. B2 darajasi til bilishning mustaqil foydalanuvchi bosqichi bo'lib, unda o'quvchi murakkab matnlarni tushunish, erkin muloqot qilish va o'z fikrini aniq ifodalash ko'nikmalariga ega bo'lish talab etiladi. Shu bois 2-sinf o'quvchisining bu bosqichni egallashi ortida katta mehnat va tizimli yondashuv borligini ko'rish qiyin emas. Muhammad Ali faqatgina o'qituvchilarimiz orasida emas, hattoki xorijdan kelgan o'qituvchilarimizning ham hurmatiga, mehriga sazovor bo'lgan. Filippindan kelgan ustozimiz Mr. Ken bilan ham u doim hamsuhbat bo'lib, darsdan keyingi vaqtlarini ham ustoz bilan birga o'tkazishga harakat qiladi. Yosh iqtidor egasining muvaffaqiyati ortida albatta oilaviy muhit va qo'llab-quvvatlash ham muhim rol o'ynaydi. Ingliz tilini boshida biz atay o'qitish yoki dars qildirish uchun emas. Ko'chada yurganda o'yinda gulni ko'rsa gulni, devorni ko'rsa devorni, nimani inglizcha bilsa, inglizcha qilib aytib ketavering, o'yin o'ynab yurardi. Har bitta ota-onaning faxri bo'lsa kerak. Uyda qanday muhit yaratilsa, shunga yarasha bo'ladi deb o'ylayman farzandlar. Bugungi islohotlar fonida shakllanayotgan yangi avlod bu imkoniyatlarni boy bermaydigan, keng fikrlaydigan va natija ko'rsatishga tayyor avloddir. Muhammad Ali Yusupov esa ana shu avlodning yorqin vakillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda.